Hammaga assalom do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun bizda Minecraftda Java Edition o'ynaymiz. Bilaman oylar yo'q bo'lib ketdim. Sababi bor do'stlar. Yo, oylar yo'q bo'lib ketmadimi? Bro, telefonda hatto YouTube kanalimga ham qaraganim yo'q. Ha do'stlar, bizda 12 tagina obunachimiz. Sizlardan bitta iltimos, shuni 50 taga qilaylik, 50 ta bo'laylik. Yani nima demoqchi? Ha, bugun biz hardcore'dan o'ynaymiz va bunda bizlar nima qilamiz? Ya'ni bizlar bugun nima topshiriqlar ko'rmasga mayli. Topshiriqlar bajaramiz. Hozir men o'ynayotgan versiyamni nomi 1.17. Nima uchun 1.21 emas deyishlaringiz mumkin, chunki mening telefonim Xiaomi bo'lganligi uchun 1.21 ni torta olmadim. Ya'ni tortdim, ko'tara olmadi. Cho'chqa qilamiz. Toshli asaqlar yasaymiz. Hozir ham bitta topshiriq bajariladi. Birinchi topshiriq. Tosh davra. Endi ko'rolsam bo'lardi. Topshiriqlar hamma ikkita bajarildi. Birinchisi va keyin yangi kirga toshli, keyin esa temir topish kerak. Do'stlar, men sizlarga eng muhimini aytish esimdan chiqib ketibdi. Nima uchun YouTube'ga umuman kirmasdan, video olmasdan qolgan sababi mening telefonimni yashirib tashlashgandi. Oyim nima deyapman? Nima deyotgan o'zim tushuntirib, nima deyapman deb o'tiribman. Bitta topshiriq bajarildi. Gördü ya mis bizga kerak emas, chunki bu versiyada asla qo'shilmagan. Mis bu yerda qo'ylar bor, qo'ylarni tarqatamiz. Vaqtda aytgancha sakramasdan turib ursa o'ladi bular. Yaxshi. Endi tunni ham bemalol o'tkazsak bo'ladi. Menda yotog'i bor. Bu yerda potroq bor ekan, potroqda yonmoq bo'ladi. Potroqda juda ham ko'p moblar paydo bo'ladi. Men buni necha marta ko'ryapman. Xo'sh, boraylikchi, qancha mob bor ekan atroflarda. Yaramas, mo'jay. Men qurigan qurigan daraxtlarni nimada bo'lishini bilmagandim. Men hozir ko'rib, faqat qurigan daraxtlardan cho'li bo'ladi o'ylayman. Endi qishloq topishimiz kerak. Yo'q. Juda ham ko'p ovqat bor. Shiraqamach, bular menga aynan kerak. Hayajon bosyapti. Yaxshimki men stream olmayman. Bu yerda ko'mir bor ekan, yaxshi. Do'stlar, aytishingiz mumkin, hozir videodagi tovushim umuman bir past. Eshitilayotgan bo'lsa kerak. Tovushini bunday maksimal qilganlaringizlarda tovushim tiniq, yaxshi eshitiladi. O'zim bilmayman nimaga men ana yerda temir bor ekan.
keyin past gapirishini. O'zi oilamizga hamma yeb yursin. Yani topshiriq bajariladi hozir. Hozir emas, birozdan keyin. Do'stlar, bitta emas, ikkita topshiriq bajarar ekanmiz. Birinchisi temir. Ikkinchisi tashqari qaraychi, kech bo'layotgan ekan qaraganda. Ha, hal bo'lmas ekan ikkinchi topshiriq. Endi keyingi topshiriq ham bajariladi. Mana bajarildi. Xo'sh, nechta topshiriq bor? Not today. Thank you. Xo'sh, yaxshi. Mana boyagi bizga oid topshiriq ham bor ekan. Yaxshi. Hozir bajariladi. Video olyaptimi? Ha. Endi bajarildi ham. Nah, 6 ta topshiriq bajarib bas. Hozir ham topshiriq bajariladi. Men o'ylaganimdan ham tezlikda topshiriq bajaryapmiz. Tuzağını böyle bunu uçaktan koyayım. İçiye girerdim oradayken tuğ. Yo, men bunaqasi birinchi marta ko'rishim. Yo, bu yerda hamshiraxonaning ko'pligini. Yo, men bu yerga ko'p deb o'ylagandim. Mana suv o'tlaridan shunchaki ko'p demak ko'zimga. Mayli. Yo, bak tepaga. Ya, endi pastga tushdi. Tepaga so'z. Aniyerda boyagi cho'l bor ekan, cho'lda esa piramida bor. Piramida ichida esa epik narsalar bo'ladi. Yo'q, epik emas. Nima desam ekan? Oddiy common deb qo'ysam bo'ladi, mana shu common o'xshab. Bu yana 3-4 ta narsasi zo'r, qolgan hammasi musor. Zo'ming go'shti chiqadi, ip chiqadi, qum chiqadi, suyak chiqadi. Video yapaman. Keyingi safar piramida qidirarman. Undan oldin ovqat to'plab olay. Yema. Haqiqiy yozman bolasman, xo'sh o'ylab tashladim. Endi bu yerda nimalar tozasi bor ekan, otlar tozasi. Menga ko'proq teri kerak.
Açmayapman ki. Million portal bor ekan. Ketdi o'sha yoqqa. Yo'q, qishloq. Omad qaranglar. Yo'q, yarimta topshiriq. Voy, pasport. Bunamiz. Kechasi tushyapti. Yaxshi qishloq topgan. Mana endi endiyam aniq ovqat muammosi bo'lmaydi. Nimasi bo'ldi? Olma, bu menga oltin olmoq uchun kerak. Yaxshi. Keling adosa uy quramiz shu yerdan. Ajoyib. Ajoyib. Bu Sumrat ajoyib. Non. Bor kimdir bilan hisoblashsa. U yaxshi-da. Qo'ysang. Yo'q, okey. Menga bir dona Sumrat yetmayapti. Men shuni sotib oldim. O'zim ham uyni qozdim. Yo'q, juda qo'rqaman ekan, yaxshi. Keling do'stlar, mana shu yerdan uy quramiz. Hozirda esa biz daraxt chopib kelamiz. Hozirgina kirib qoldi. Mana do'stlar, biz yog'och olib bo'ldik. Shunchasi yetsa kerak. Endi uy qurishga otlanamiz. Shu yerdan uy quraman. Mana do'stlar, mening uyim bitta. Tepagan uyim. Ichini ko'rsataymi? Ichini men shunday qilib qo'ydim. Hadiyasini qo'ygan. Daraxt chopib ketganlar, konta oldim. Unda naqayapman. Buni temirlar bor ekan, shuni oldim. Yetarli. Bugungi do'stlar videomiz tugaydi. Hammaga xayr.